vasallam so'ragan ekanlar, mendan keyin ham yerga tushiladimi, tushib bironta ish qilasizmi deganda, u zot aytgan ekanki, yerga tushaman 10 marta kelib eng qimmatbaho narsani olib ketaman yerdan degan ekan. Boydan qo'li ochiqligida olib ketaman deydi ekan. Kambag'aldan sabr toqatni olib ketaman deydi ekan. Podshodan haqiqat go'ylikda olib ketaman deydi ekan. Olimdan ilmiga amal qilishni olib ketaman deydi ekan. Qilmay qo'yar ekan ilmiga amal olim. Va shularning ichida yana bittasi odamlarning orasidagi mehr oqibatni olib ketaman deydi ekan. Va shundan 10tasi, ya'ni oxiri iymon, Qur'on, iymon bilan shundan keyin qiyomat bo'ladi deydi ekan. Bu bor voqea, bo'lgan voqea ekan. Buni inkor qilsa qilaversin odam.